Miguel de Cervantes Saavedra 1547 hamda 1616-yillar oralida umr ko'rgan. Ispaniyaning eng mashhur yozuvchilaridan biri bo'lib, dunyo adabiyoti tarixida chuqur iz qoldirgan. U asosan Don Kixot romani orqali tanilgan, lekin uning ijodiy faoliyati keng va sermazmundir. Hayot haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, uning tug'ilishi Cervantes 1547-yilning 29-sentyabr sanasida Ispaniyaning Alcalá de Henares shahrida tavallud topgan. Uning otasi Rodrigo de Cervantes jarroh bo'lgan. Cervantes oilasi moddiy jihatdan qiynalgan va ko'p ko'chib yurganlar. U yoshligidan she'riyat va san'atga qiziqqan. Qayerda o'qigani aniq ma'lumot emas, biroq u Ispaniyaning o'sha davrdagi madaniy va ilmiy markazlarida bo'lgan. Harbiy xizmatda Cervantes 1570-yilda harbiy xizmatga kirgan va 1571-yilda Lepanto dengiz jangida qatnashgan. Ushbu jangda u qahramonlik ko'rsatgan, lekin qo'lidan og'ir jarohat olib, chap qo'lini harakatsiz qoldirgan. 1575-yilda Aljer qaroqchilari tomonidan asirga olingan va 5 yil davomida Aljerda tutqunlikda bo'lgan. U bir necha marta qochishga harakat qilgan, ammo har safar muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Uning yozuvchilik faoliyati asirlikdan ozod bo'lgach, Cervantes Ispaniyaga qaytadi va o'zining ijodiy faoliyatiga kirishib ketadi. U she'rlar, pyesalar va hikoyalar yozishni boshlagan. Uning ijodiy merosi hammamizga ma'lum bo'lgan Don Kixot, ya'ni 1605 va 1615-yillar oralig'ida yozib tugatilgan Cervantesning eng mashhur asari hisoblanadi. Bu roman zamonaviy Yevropa romanining ilk namunalaridan biri hisoblanadi. Novelles exemplares, ya'niki o'rnak bo'luvchi hikoyalari 1613-yilda yozilgan 12 qisqa hikoyadan iborat to'plam bo'lib, unda hayotiy mavzular, hazil, satira va falsafiy mulohazalar bilan birga aks etgan. Uning pyesalari Cervantes teatriga ham qiziqqan va bir qator pyesalar yozgan, ammo ularning aksariyati boshqa zamondosh dramaturglar asarlaridan kam mashhur bo'lgan. Uning shaxsiy hayoti va o'limiga to'xtaladigan bo'lsak, Cervantes 1584-yilda Catalina de Salazar ismli ayolga uylangan, ammo ularning farzandlari bo'lmagan. U 1616-yilning 22-aprelida Madridda vafot etgan va Madridda dafn etilgan. Uning adabiyotga ko'rsatgan ta'siri shunda bo'ldiki, Cervantes o'z asarlari orqali insoniylik, haqiqat, idealizm va jamiyat muammolarini o'rganishda alohida e'tibor qaratgan. Uning asarlari hazil-mutoyiba, satira va falsafiy chuqurlik bilan mashhur. U zamonaviy romanning asoschisi sifatida tan olingan va dunyo adabiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Cervantesning hayot va ijodi uning insoniy jasorati va ijodkorlik kuchining ramzi sifatida tarixda o'z o'rniga egadir. Cervantesning Don Kixot sarguzashtlari romani, ya'ni to'liq nomi La Manchlik Don Kixotning zukkolik bilan ta'rif etilgan sarguzashtlari, dunyo adabiyotining eng yuksak asarlaridan biri hisoblanadi. Roman nafaqat kulgili hikoyalar to'plami, balki insoniyatning orzulari, hayollari va real hayotdagi to'qnashuvlarini tasvirlovchi chuqur falsafiy asar hisoblanadi. Uning yaratilish tarixi shunda bo'ldiki, g'oya va sabablarga ko'ra Cervantes Don Kixotni yozishga ritsarlar romanlari o'sha davr Ispaniyasida nihoyatda mashhur bo'lganligi sababli bo'lgan. U bu janrni satira qilish, ya'ni kulgili va tanqidiy tarzda yoritishni maqsad qilgan. Cervantes o'z zamonasidagi jamiyatni, uning qadriyatlari va muammolarini ritsar obrazi orqali ko'rsatishga harakat qilgan. U ikki qismdan iborat. Romanning birinchi qismi 1605-yilda nashr etilgan. Bu qism Don Kixotning ilk sarguzashtlari, uning dunyoni yaxshilashga bo'lgan urinishlari va Sancho Pansa bilan birga boshdan kechirgan qiyinchiliklarni aks ettiradi. Ikkinchi qismi esa 1615-yilda yozilgan. Bu qismda Cervantes ritsarlarning eskirgan an'analarni o'rni yo'qolganini va yangi zamonaviy jamiyatga moslashuv zarurligini ko'rsatib bergan.
Roman 16-asr oxiri hamda 17-asr boshida Ispaniyaning iqtisodiy va siyosiy inqirozi davrida yozilgan. Cervantes bu davrni o'zining kulgili hamda tanqidiy uslubi orqali yoritib bergan. Asarning mazmuni o'laroq to'xtaladigan bo'lsak, asosiy qahramonlar Don Kixot, ya'niki lamanchlik o'ziga xos zodagon ritsarlar romanlariga haddan tashqari berilib ketgan va o'zini ritsar deb hisoblashgacha borib yetgan. Sancho Pansa oddiy dehqon va Don Kixotning sodiq xizmatkori bo'lgan. U realistik fikrlaydigan bo'lsa-da, Don Kixotning orzulariga ergashardi. Dulsinea Don Kixotning xayoliy sevgilisi. Aslida u oddiy qiz bo'lsa-da, Don Kixot uni ideal ayol sifatida tasvirlaydi. Hodisalarning rivoji shunda bo'ldiki, Don Kixot ritsar libosini kiyib, dunyoni adolat va yaxshilikka to'ldirish maqsadida yo'lga otlanadi. U ko'pincha shamol tegirmonlari, ajdaholar, mehmonxonalarni qal'alar deb o'ylab, hatto xato qilsa-da, o'z maqsadlarida qat'iy turib olardi. Sancho Pansa esa Don Kixotga xizmat qilib, unga yerdagi haqiqatni ko'rsatishga harakat qilardi. Romanning kulminatsion maqsadi, ya'niki Don Kixotning barcha sarguzashtlari uni jamiyatda kulgiga qoldiradi. Uning ideallari va haqiqiy dunyo o'rtasidagi qarama-qarshilik insonning orzu va realistik o'rtasidagi kurashni yoritib bergan. Asar mavzulari idealizm va realizm. Don Kixot idealist bo'lib, yaxshilikni ham joyida ko'radi. Sancho esa haqiqatni anglagan realist hisoblanadi. U ikki qahramonning birgalikda sayohati, orzu va haqiqatning to'qnashuvini ifodalaydi. Ritsarlik davrining tanqidi. Roman orqali Cervantes ritsarlik an'analarini hazilomuz yondashuv bilan tanqid qiladi. Adolat va jamiyat esa. Don Kixot adolat va odob axloqni saqlashga harakat qiladi, ammo jamiyat uni tushunmaydi. Odamiylik va do'stlik esa Don Kixot va Sanchoning munosabatlari insoniy mehr-oqibat va ishonchni aks ettiradi. Uning uslublari, ya'ni adabiy uslublari shunda bo'ldiki, satirik janrda. Roman ritsarlik romanlari janrining karikaturasiga aylanib ketgan. Falsafiy mulohazasi esa asarda insonning idealizm va haqiqat bilan bog'liq ichki kurashlari aks etgan. Ko'p qavatliligi shundaki, roman soddaligiga qaramay murakkab ma'no qatlablariga egadir. Uning adabiyotga ta'siri qanday bo'ldi? Yevropa adabiyotining tug'ilishi. Don Kixot birinchi zamonaviy roman sifatida tan olindi. Ko'plab tarjimalari, jumladan roman dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan va o'qilayotgan asar bo'lib qolmoqda. San'at va madaniyatga ta'siri. Don Kixot va Sancho Pansa obrazlari teatr, kino, musiqa va boshqa san'at sohalarida ham keng tarqalgan. Xulosa o'laroq aytadigan bo'lsak, Don Kixot sarguzashtlari insonlarning, ya'ni insoniyatning orzulari, idealizm va haqiqatni tan olish masalalarini chuqur yoritib bergan asar hisoblanadi. Bu roman nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo adabiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan va bugungi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan.